Tibbiyotimiz o'z oyog'i bilan borgan odamlarni o'ldirishga ixtisoslashganmi? Xalq ko'z oldidagi mashhurlar kasalxonalarda o'layotgan bir vaqtda qolganlarning ahvoli nima bo'lmoqda? Bemorlarning tirik qolishi uchun hokim yoki vazir aralashishi shartmi? So'nggi yillarda tez-tez kuzatilayotgan voqealardan O'zbekiston tibbiyotida bemorlar turli xatoliklar bilan nogiron bo'lib qolayotgani yoki vafot etayotgani kabi hodisalardir. Bularga nima sabab bo'lmoqda? Shifokorlar tajribasizmi yoki zarur jihozlar yetishmaydimi? Yoki oylik kamligidan be'tiborlik qilmoqdami? Yoki bo'lajak shifokorlarga kerakli ta'lim berilmayaptimi? Ushbu masalaga yakuniy yechim topib hal qilinmasa, bemorlar qurbon bo'lishda davom etaveradi. Yuqorida aytganlarimga bo'lib o'tgan voqealar bilan birma-bir misol keltiraman. Joriy yil Namangan viloyati Pop tumanida 36 yoshli Hoji Akbar Qirg'izov ham birgina son qismi sinishi bilan borib, oxiri shifoxonadan uning jasadi qaytgani haqida xabar berildi. Oyoqqa temir qo'yish uchun shifokor bemorning yaqinlaridan 1000 AQSh dollari so'ragan. Jarrohlik stoliga yaxshi kayfiyatda sop-pozoq kirib ketgan Hoji Akbar Qirg'izovning ikkinchi amaliyotidan keyin ahvoli yomonlashib, komaga tushib qolgan. Bir necha kun komada yotgan bemor 27-mart kuni vafot etdi. Bundan tashqari, bloger Farhod Mannopov va yaqinda sodir bo'lgan kokosh taxallusidagi Komil Abduqodirova voqeasini olsak. Ikki voqeaning o'xshash jihatlari ikkisi ham xususiy klinikada sodir bo'lgan. Farhod Mannopov operatsiyadan chiqmay vafot etgach, voqeaning yakuni sud jarayoni bilan bitgan edi. Bunda ham kimdir shifokorni ayblasa, shifokor esa operatsiyaga kerak bo'ladigan preparat Sog'liqni saqlash vazirligida yo'qligini aytib e'tiroz bildirdi. Kokosh taxallusidagi Komila voqeasiga qaytsak, blogerning yaqinlari da'vo qilishicha, operatsiya qilgan shifokorlar aslida mutaxassis bo'lmagan. Operatsiyani YouTube tarmog'idan ko'rib qilganini tan olgan. So'ngra aniqlik kiritilishicha, blogerga dastlab operatsiyadan so'ng kasallik tarixi ochiqlanmagan. U esa boshqa tanish shifokorlardan yordam so'rab holatiga izoh olganini aytib, video murojaat yo'lladi. Shuningdek, uning qarindoshlariga ko'ra, operatsiya jarayonida ikkinchi kurs talabasi hech qanday hujjati yo'q ordinator Doston ham ishtirok etgan. Operatsiya 8 soat davom etgan. Shifokorning qon bosimi oshib, operatsiyaga qatnasha olmasdan stomatolog shifokorni taklif qilgan. Uning hech bir hujjati va bu klinika bilan shartnomasi bo'lmagan. Ya'ni bu klinikada ishlamaydigan shifokorlar va uning shogirdlari, ya'ni talabalar operatsiyada ishtirok etishgan. Xususiy shifoxonalarga murojaat qilganda tajriba qiyoni qilishsa, davlatniki esa hujjatbozlik qilsa, unda barcha chet elda davolanib kelish kerakmi? Shu o'rinda aktrisa Halima Ibragimova vafotini eslab o'tamiz. Uning ham ikkinchi operatsiyasidan so'ng ahvoli og'irlashib qolgani va vafotiga shu voqea sabab bo'lgani haqida shou-biznes olamida xabarlar tarqalgan edi. Ammo voqea yopti-yopti qilindimi? Har holda mavzu qayta ochilmadi ham, tekshirilmadi ham. Yana bir ayanchli voqea. 2022-yil 8-iyunda Ohangaron tumanida shoir Muhammad Ismoilning 25 yoshli o'g'li avtohalokatga uchragan. Og'ir ahvolda tuman shifoxonasiga olib borilgan bemorga qo'l va oyoq sinishi tashxisi qo'yilib, zarur operatsiyani amalga oshirmay 5 kunlab olib o'tirishgan. Toshkent shahridagi Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga olib borishga esa ruxsat berilmagan. Aytilishicha, 16-tez tibbiy yordam shifoxonasiga ko'chirish uchun bemorning otasidan juda ko'p hujjatlar talab qilingan. Keyinchalik tarqalgan xabarlarda voqeaga Sirdaryo viloyati hokimi va Sog'liqni saqlash vaziri aralashgandan so'ng esa masala hal qilinib, bemorning hayoti saqlab qolingani aytilgan. Poytaxt tibbiyot muassasalarida ahvol shu bo'lsa, viloyatnikidan nima kutish mumkin? Axir hech kimga sir emaski, falon pul tursada sog'lig'i uchun qayerdan bo'lsa-da pul topib, barcha Toshkent tibbiyotiga intiladi. To'g'ri, davo topib qaytayotgan bemorlar ham ko'p, ammo hozirgi kunda ixtisoslashgan shifo joyi, malakali shifokor va maqbul narxlarni bir joydan topish anqoni urug'ini topishdek noyob holat bo'lib borayotgani ham ayni haqiqat. Yuqoridagi holatlarda bemorlar shou-biznes vakillari nisbatan taniqli bo'lganidan ularning holatidan xabardor bo'lib qoldik. Lekin bizga ma'lum bo'lmagan aholi orasidagi qurbonliklar qanchadan-qancha. Vaziyat shu zaylda davom etaveradimi yoki masalaning ildizi topilib, yakuniy yechim beriladimi? Tanganing ikki tomoni bo'lganidek, faqat shifokorlarni ayblab jazolash masalaga yechim bo'lmaydi. Sog'liqni saqlash tizimida ham talaygina muammolar mavjud. Jumladan, hokim Erkinjon Turdimov Sirdaryo viloyatining katta shifoxonalaridan biriga tashrif buyurib nazorat o'tkazganda, bir necha kamchiliklar sirasida kerakli dori-darmonni xalqqa bermasdan ularni sotib olishga majbur qilganini qoralagan edi. Hokim hatto ustiga kiyib olishga oq xalat topilmagani yuzasidan ham e'tiroz ham bildirgan. Davlat tibbiyot tashkilotlarida xodimlar oyligi pastligi
ozligi. Shu sababdan ko'p kadrlar xususiy sektorga ishga o'tib ketayotgani bo'yicha ham e'tirozlar bildirilgan edi. Bundan tashqari, eng ko'p korrupsiyaviy holat sog'liqni saqlash tizimida kuzatilgan. Holatga Prezident Shavkat Mirziyoyev korrupsiya mavzusi bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishida e'tiroz bildirganidan so'ng, antikorrupsiya rahbari tepadagi muammolarni chetga surib, mayda korrupsiya holatlarini o'rganishga kirishib ketganini ham qisman guvohi bo'ldik. Nega har bir masalaga prezident aralashmaguncha mas'ul shaxslar joyidan jilmasligi alohida masala. Tibbiy yordam mashinasida o'tin tashilsa, tez tibbiy yordam xodimlari baribir o'ladi, uyi yo'q deya tibbiy yordam ko'rsatishdan bosh tortib, bemor ayolni zinada qoldirib ketsa, bunday yurtda inson qadri haqida yana nimalar deyish mumkin? E'tirozlar, tanqidlar faqat yozuvda qolib ketaversa, salomatligimiz bo'yicha kelajakdagi holatni tasavvur qilavering. Mutasaddilardan ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratishini va kamchiliklar bartaraf etilishini so'rab qolamiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.